Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Andijon viloyati Asaka tumani Gumbaz MF 244-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda atirgul ko'chatlari ekilgan. Maydon hajmi 10 gektardan iborat. Uzunligi 244 metr, bo'yiga 475 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar, ya'ni gul ko'chatlari unib chiqish jarayonida. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 50 sotikdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor biriktirilgan. Ushbu lider tadbirkor Kujgan agrokooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 25 tonna, jami 500 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.